Bilasizmi? Ayol hech qachon sevinilingan, ya'ni uni sevgan, uni qadrlaydigan, unga yordam beradigan joyi tark etmaydi. Chunki ayol fitrati shunaqa. U uni tushunishlarini, eshitishlarini, ayniqsa eridan himoyani kutadi. Ayniqsa eridan. U o'zi mana shu oilaga eri uchun keladi. Ota-onasini tashab, katta bo'lgan uyini tashab, katta bo'lgan kimdir viloyatini, kimdir qishlog'ini, kimdir shaharini, kimdir davlatini tashabdi. Shu kelgan paytda u eriga, bilasizmi, butun dunyosi bilan ishonadi. Qachon ayol mana shu eridan, ya'ni butun dunyosi ishongan eridan birin-ketinlik bilan pand yesa, ya'ni u kutgan joyda uni himoya qilmasa, u kutgan joyda unga yordam bermasa, u kutgan joyda nima deydi, uni tushunmasa, tamom, ayolning dunyosi qulashga boshlaydi. Lekin meni eshitib turgan go'zal singillarim, opalarim, diqqat bilan meni eshiting. Ajrimga shoshmang. Keyingi storyda aytaman.